Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu parallel kompyuter arxitekturasida amaliy misollar, sun'iy intellekt. Parallel kompyuter arxitekturasi sun'iy intellekt sohasida chuqur o'rganish jarayonlarini samarali qo'llash uchun muhim ahamiyatga ega. Deep learning modellarining parallel treningi, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va real vaqt ilovalarini bajarish ushbu arxitektura orqali yuqori samaradorlikka erishiladi. Parallel hisoblash quvvatining oshishi murakkab neyron tarmoqlarni tez va aniq o'rgatishga, shuningdek, katta ma'lumotlar ustida tezkor ishlov berishga imkon beradi. Natijada bu texnologiyalar sun'iy intellektning rivojlanishini sezilarli darajada rag'batlantiradi. Parallel kompyuter arxitekturasi ko'p protsessorli tizimlar orqali murakkab vazifalarni bo'lib bajaradi. Bu esa hisoblash quvvatini oshiradi. Asosiy maqsad hisoblash tezligini oshirish va resurslardan optimal foydalanishdir. Single instruction, multiple data, multiple instruction, multiple data, single program, multiple data arxitekturalari ma'lumot va vazifa parallelligi orqali hisoblash jarayonlarini tezlashtiradi. Zamonaviy sun'iy intellekt tizimlarining asosiy qismidir. Parallel arxitektura turlari sun'iy intellektda muhim rol o'ynaydi. Yagona ko'rsatma ko'p ma'lumotlar, SIMD bir buyruqni ko'p ma'lumotlarga qo'llab, grafik protsessorlarda matritsali operatsiyalarni tezlashtiradi. Ko'p ko'rsatma ko'p ma'lumotlar, MIND esa klaster va bulut tizimlarida murakkab sun'iy intellekt modellarini qo'llab-quvvatlaydi. Yagona dastur ko'p ma'lumotlar, SPIND, TensorFlow va PyTorch orqali katta ma'lumotlar tahlilini amalga oshiradi. Bu esa tarqatilgan o'rganish uchun muhimdir. Ko'p yadroli protsessorlar va bular zamonaviy AI tizimlarining asosiy komponentlaridir. Bular umumiy maqsadli hisoblashlar uchun optimallashtirilgan. Bular esa minglab kichik yadrolar bilan parallel operatsiyalarni tezkor bajaradi. 1,5 tagacha yadroga ega bo'lishi mumkin. Bu neural tarmoqlarni o'qitishda juda muhimdir. Deep learning modellarini o'qitishda hisoblash yukini bir nechta protsessorlar o'rtasida taqsimlash orqali milliardlab parametrlarni parallel yangilash mumkin. Bu o'qitish vaqtini kunlardan soatlargacha qisqartiradi. Petabaytlar hajmidagi ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida qayta ishlash tahlil tezligini oshiradi. Real-time qayta ishlash esa video oqimlarini tahlil qilishda yuqori samaradorlikka erishadi. Nvidia 100 va H100 kupulari minglab juda yadrolari bilan milliardlab parametrli modellarni tez o'qitadi. Googlet bular TensorFlow uchun maxsus optimallashtirilgan e-hastali hisoblash quvvatini ta'minlaydi. Facebook va Microsoft minglab bular yordamida foydalanuvchi ma'lumotlarini o'rganadi. Metaning iResearch Super Truster 16. Buga ega. Katta ma'lumotlarni tahlil qilishda parallel hisoblash texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Apache Hadoop ma'lumotlarni taqsimlab saqlash va MapReduce orqali qayta ishlaydi. Apache Spark esa in-memory hisoblash bilan tezkor tahlilni ta'minlaydi. Apache Kafka va Flink esa real-time stream processing imkoniyatlarini kengaytiradi. Amazon, Google va Alibaba ushbu texnologiyalarni amaliyotda qo'llab, katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali tahlil qiladi. Zamonaviy Big Data platformalari ma'lumotlar oqimini real vaqt rejimida parallel qayta ishlaydi. Har bir tugun mustaqil ravishda o'z qismini tahlil qilib, natijalarni yigadi. Turli xil ma'lumot oqimlari parallel qayta ishlash tugunlariga taqsimlanadi. Bu esa parallel hisoblash va mashinani o'rganish orqali real-time insights olish imkonini beradi. Avtonom transportda self-driving avtomobillar har soniyada kamera, lidar va radar ma'lumotlarini parallel qayta ishlaydi. Obyektlarni aniqlab, trayektoriyani rejalashtiradi va qarorlarni millisekund ichida qabul qiladi. Robototexnikada zamonaviy robotlar kompyuter ko'rish, uch mapping va harakat rejalashtirishni optimallashtirish uchun parallel hisoblashdan foydalanadi. Kiber xavfsizlikda tarmoq xavfsizligi tizimlari millionlab paketlarni skanerlab, anomaliyalarni aniqlaydi va zero-day hujumlarni bloklaydi.
AI akseleratorlari QPUFK va ASIC kabi turli xil texnologiyalarni o'z ichiga oladi. QPUlar minglab yadro bilan parallel hisoblashni ta'minlaydi, CUDA va ROTM dasturlash modellari bilan ishlaydi. FTKlar moslashuvchan va qayta dasturlanadigan, past kechikishli inference va edge computing uchun mos. ASIClar maxsus AI vazifalari uchun yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Google EDPU va Amazon Web Services Inferentia misolida. Zamonaviy AI akseleratorlari, masalan, Nvidia A100 QPU va Cerebras va Firstyle Engine milliardlab tranzistorlar bilan parallel hisoblash uchun optimallashtirilgan. Nvidia A100 QPU 400 flops hisoblash quvvatiga ega, Cerebras VC2 esa 850 ming yadro bilan ishlaydi. Sakson gibi hibum xotira yuqori tezlikdagi ma'lumotlar almashinuvi uchun mo'ljallangan. Tarqatilgan ICOP tugunlarda mustaqil va hamkorlikda ishlaydi. Har bir tugun lokal modelni o'qitib, global bilimga hissa qo'shadi. Federated Learning maxfiylikni saqlagan holda modelni tarqatilgan o'qitishni ta'minlaydi. Avtomobillar tarmog'i Vechtlet va Vechtlet Everything kommunikatsiya orqali bilim ulashadi. EDGI qurilmalarda lokal modellarni o'qitish va inferensiya imkonini beradi. GPT-4 ning trening jarayoni Microsoft Azure superkompyuterlarida amalga oshiriladi, 1 trilliondan ortiq parametrlar bilan. Model parallelligi bir nechta grafik protsessor birliklariga bo'linadi. Ma'lumot parallelligi esa har bir grafik protsessor birligi o'z batch ma'lumotlarini qayta ishlaydi. Pipeline parallelligi model layerlarini ketma-ket grafik protsessor birliklarida joylashtiradi. Gradient agregatsiyasi esa barcha grafik protsessor birliklaridan yangilanishlarni yigadi. Parallel dasturlash murakkabligi ratchet conditions, deadloads va sinxronizatsiya muammolarini keltirib chiqaradi. Yuqori darajadagi frameworklar, masalan, Message Passing interface va Open Multiprocessing bu muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ma'lumotlar uzatish xarajatlari Nvlink va InfiniBand orqali kamaytiriladi. Energiya sarfi samaraliroq arxitekturalar va liquid cooling tizimlari bilan optimallashtiriladi. Parallel hisoblashning qiyinchiliklari texnologik innovatsiyalar bilan yengilmoqda. Energiya tejash uchun yangi arxitekturalar samaradorlikni oshiradi. Optimal parallellashtirish orqali aniq tezlik yutuvi kuzatiladi. Scalability esa ideal holatga nisbatan 85 samaradorlikka erishadi. Bu esa parallel hisoblashning kelajakdagi imkoniyatlarini kengaytiradi. Neuromorfik hisoblash inson miyasi tuzilmasini taqlid qiluvchi chiplar orqali biologik neyronlar va sinapslar kabi ishlaydi. Kvant hisoblash esa qubitlar yordamida eksponensial tezlik va parallellikni ta'minlaydi, superpozitsiya va entanglement prinsiplariga asoslanadi. Ushbu texnologiyalar parallel hisoblashning kelajagini belgilab beradi. Illinois Universiteti charm parallel dasturlash tizimi va Loom Compiler infrastruktura ustida ishlamoqda. IBM Research TrueNords neuromorfik chiplari va kvant hisoblash platformalarini rivojlantirmoqda. Intel Labs loyiha neuromorfik chiplari va Habana Gauda AI akseleratorlarini ishlab chiqmoqda. Defense Advanced Research Projects Agency va National Science Foundation grantlari bilan yangi AI tizimlari uchun asos yaratilmoqda. Superkompyuterlar va AI klasterlari sun'iy intellekt, kvant texnologiyalari va neuromorfik tizimlarning integratsiyasini ta'minlamoqda. 2020 yilda Fugaku superkompyuteri 7,6 million yadrolari bilan, 2022 yilda Frontier Ehastali tizimi 1,1 ehaflops bilan yetakchilik qildi. 2024 yilda AI optimallashtirilgan superkompyuterlar davri boshlanadi. 2025 yilda esa kvant klassik gibrid sistemalar paydo bo'ladi. Parallel kompyuter arxitekturasi AI rivojlanishini tezlashtirib, modellarni samarali o'qitish va katta ma'lumotlarni real vaqtda tahlil qilish imkonini berdi. Neuromorfik va kvant arxitekturalari kelajakda AI imkoniyatlarini kengaytiradi. Grafik protsessorlar, upular va tensor protsessorlar
Bular AI modellarini kuchliroq qilmoqda. Bu esa AI hardware bozorini 2025 yilga kelib 150 milliardga yetkazadi. Parallel kompyuter arxitekturasi va AI sohasidagi yangi tendensiyalarni o'rganish, amaliy qiyinchiliklarni yengish tajribalari muhimdir. Graphics Processing Unit, Tensor Processing Unit, Field Programmability Array tanlashda vazifaga mos akseleratorni aniqlash zarur. Neuromorfik va kvant hisoblashning imkoniyatlari va cheklovlari kelajak istiqbollarini belgilaydi. Qo'shimcha resurslar orqali chuqurroq o'rganish mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.